Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Qayerdansiz? Namangan. Namangan shevasini bitta so'z bilan ifodalang. Qilibdi ketibdi. Rahmat kattakon. Assalomu alaykum. Qayerdansiz? Buxorodanman. Assalomu alaykum. Shevangizni bitta so'z bilan ta'riflab bering. Ibexay. Rahmat. Qayerdansiz? Samarqandliman. Samarqand shevasini bitta so'z bilan ta'riflab bering. Adabicha sheva. Bo'lmasa Samarqand shevasida bitta she'r aytib bering. Olislik oramiz buzib turadi, yuragim seni deb urib turadi. Seni sog'inganda oyga qarayman, sababi oy seni ko'rib turadi. Rahmat. Assalomu alaykum. Shevangizda birorta ibora bormi? A few moments later. Ibora bor endi hozir. Xo'p, mayli, rahmat. Sizningcha Toshkentda eng ko'p qaysi sheva vakillari istiqomat qiladi? Qipchoq bo'lsa kerak. Qaysi shahar? Qashqadaryo, Surxondaryo. Qashqadaryo. Qayerdansiz? Toshkentda. Toshkent shevasini bitta so'z bilan ifodalang. O'zim o'qishdan qaytyapman. Rahmat kattakon. Sog' bo'ling.